Siz savollarini yechim bilan boshlaymiz. Mayda tushgan savollar yechimi. Xo'sh, birinchi savolga qaraydigan bo'lsak, birinchi savolda Lx molekulasi massasi. Bizda mana bu yerda bir yoki bitta degan so'z bor edi. Bitta Lx2 molekulasining massasi m gram. Normal sharoitda va litr hajmni egallaydi. Lx ning massasini toping. Demak, bittasining massasi m ga teng ekan. Bittasining massasi nimaga teng ekan? M gramga teng ekan. Bizga 1 molning massasini topib olishimiz kerak. Biz bilamiz, 1 mol zarrachalar soni har doim bizda 6,02 10 darajasi 23 ta. yoki mana shuni o'rniga n a qo'ysam bo'ladi. Ya'ni 6,02 tasini topsam ham bo'ladi yoki n a tasini topsam ham bo'ladi. Javoblarga qarab ishlaymiz. Bizda javoblarda n a berilib ketgan. O'shaning uchun n a dan foydalanaman. N a tasining massasi qanchaga teng desam, n a ni m ga ko'paytirib 1 ga bo'lsam, n a ko'paytiruv m gram. Xo'sh, endi 1 molning massasini topib oldim. Demak, 1 molimizni massasi Na ko'paytiruv m gram ekan. 1 molimiz necha litr hajmni egallaydi? 22,4 litr hajmni egallaydi. Demak, mana bu massamiz 1 mol yoki 22,4 litr ekan. Mana bu Na ko'paytiruv m, mana shunimiz 22,4 litr ekan. Bizda v litrdagi massasini topishimiz kerak ekan. V litr uchun topadigan bo'lsam, qanchaga teng bo'ladi? V ni Na ko'paytiruv m ga ko'paytirib 22,4 ga bo'laman. V ni ko'paytirsam, Na ko'paytiruv m ko'paytiramiz v taqsim bo'laman 22,4 litr. O'shanda bizda o'sha molekulaning nimasi kelib chiqayapti? V litrdagi massasi kelib chiqayapti. Mana bu gram, mana bu ham gram. V litrdagi massasi shunaqa ekan. Demak, to'g'ri javob